Yulduz Usmonovani emas, meni ko'rishga kelishsin. Nilufar Usmonova konsertida kutilayotgan yangiliklar haqida. 22-26 noyabr kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida xonanda Nilufar Usmonovaning Uchrashardik nomli konsert dasturi bo'lib o'tadi. 5 kunlik shou to'liq jonli ijroda taqdim etiladi. Daryo jamoasi konsert oldi tayyorgarlik jarayonida ishtirok etib, reportaj tayyorladi. O'g'lim bilan duetim bor. Bu yilgi dasturda bir nechta yangi duetlar va boshqa tillardagi qo'shiqlar taqdim etilishi rejalashtirilgan. Xonanda Alisher Ro'zmetovning o'g'li Sev meni hit taronasi muallifi Hoji Akbar Ro'zmetov bilan ona-o'g'il suhbat asosida yangi kuy yaratildi. Qo'shiq shaharda yillar davomida ishlab kelayotgan o'g'il va uning kelishini qishloqda intizorlik bilan kutayotgan ona hikoyasiga bag'ishlangan. Bu yil xonanda Aziz Yo'ldoshev bilan yangi duet bor. Avvalgi konsertimda ham birga kuylagan edik. Ikkinchi duet o'g'lim Hoji Akbar Ro'zmetov bilan zo'r duetimiz bor. O'zi biz san'atkorlar pazlga o'xshab bir-birimizga kerak odamni topib olamiz. Ruhiyatimga to'g'ri kelsa bo'ldi. Yosh ijodkormi, yangi chiqqanmi, menga farqi yo'q, deydi u. Konsertda Yulduz Usmonova bilan duet bo'ladimi? Har yili shunday savollar berishadi. Yulduz Usmonovaning o'zlarining konsert paytlari bor. Masalan, xizmat safarlari, boshqa ishlari bor. Nilufar Usmonova sifatida u kishini hurmat qilishim, masofa saqlashimiz kerak deb o'ylayman. Xonanda sifatida aytsam, kelishini albatta xohlayman, lekin qizi sifatida ayyam dam olsin deyman. Ya'ni bu mening konsertim, meni ko'rish uchun kelishsin. Yulduz Usmonova sahnaga qo'limdan yetaklab olib chiqmagan. Mana meni qizim, ko'ringlar demagan. Shuning uchun o'zimning muxlislarimga o'zim konsert beryapman, deydi Nilufar Usmonova. Xonandaga konsertda qiyinchilik tug'diradigan qo'shiq qaysi? Konsertda eng ko'p tayyorgarlik ko'rilayotgan qo'shiq Kel ikkimiz qo'shig'i. Chunki juda qiyin asar, aytilishi, o'ynalishi murakkab. Shuning uchun sozanda, raqqosalar bilan buni takror-takror qaytaraveramiz, deydi u. Nilufar Usmonova aktyor Jamshid Bobojonov bilan qo'shiq kuylashning sababi nima? Do'stim Jamshid o'zini xonanda deb hisoblamaydi. Faqat muxlislar talab qilgani uchun kuylayapmiz. Har kuni Instagramda duet aytinglar deb yozishadi. Ularni Jamshidga ham yuborganman. Mayli, xalq ko'rgisi kelyaptimi, aytamiz dedi. Bizdan nima ketadi, deydi san'atkor.